Men Koreyada yashayman. Koreys fuqarosiga turmushga chiqib kelganman. Bilasizlarmi, doim chiroyli video qo'yganimda 80-90% ayollar menga juda ham havas qilishadi. Allohga shukr, haqiqatan ham baxtliman. Lekin hech kimni hayoti videolarda ko'ringanidek, sizlarga ko'rsatilgandek idealni bo'lmaydi. Hammani hayotida sinov bo'lgandek, menikida ham bor albatta. Meni sinovim doimiy sog'inch, doimiy sabr va ba'zida yolg'izlik. Men o'zim xohlagan, o'zim orzu qilgan hayotni yashash uchun boshidan shu sinovlarni qabul qilganman, ya'ni bilganman. Koreyada bo'lsam, oilamni, yaqinlarimni, vatanimni sog'inaman. O'zbekistonda bo'lsam, erimni, uyimni, Koreyani ham sog'inaman. Ya'ni tushunganingizdek, doimiy mana shu joyimda sog'inch tuyg'usi bo'ladi. Mana bugun yangi yil, turmush o'rtog'im ishdalar, men oilamdan uzoqda, yolg'iz yangi yilni kuta olaman. Kamiga mazam ham yo'q, kasalman. Bu videoni olishimdan maqsad sizlardan iltimos qilgan bo'lardim. Havas qilishdan to'xtamanglar albatta, lekin unutmanglar, har bitta baxtli hayotning orqasida qabul qilishga majbur bo'lgan sinovlari bo'ladi. Aynan o'shaning uchun chiroyli videolarni ko'rganinglarda o'zingizlarning hayotingizga nolimanglar. Chunki sizlar kimni videosini ko'rsanglar, kimni internetda, kimni balki hayotda ham ko'rsanglar, aynan u inson faqatgina sizlarga ko'rsatishni xohlagan narsasini ko'rasizlar. Agar sizlarga haqiqatni ko'rsatish xohlamasa, sizlar buni hech qachon ko'ra olmaysizlar. Baxtli bo'lish uchun nimaga ko'z yumib, nimalarga sabr qilishni sizlar hech qachon bila olmaysizlar. Men bu hayotni o'zim tanlaganman va Allohga shukr, shu paytgacha afsuslamadim, chunki aynan hozir yashayotgan hayotim meni bir vaqtlar duolarimda bo'lgan. Shu duolarimdagi hayotni yashash uchun esa sog'inchga, yolg'izlikka, sabrga ko'z yumishga majburman, chunki unutmanglar, hech kimning hayoti idealni bo'lmaydi. Bu dunyo sinovli dunyo. Yangi yil ham kirib keldi. Barchalarga yangi yil muborak bo'lsin. Kendinle gurur duy. O ağladığın geceleri hatırla. O zorlandığın günleri hatırla. Bunların üstesinden gelen kim? Sen. Yine geleceksin üstesinden. Çünkü sen çok küçüksün.